Assalomu alaykum Pound for Pound qiroli obunachilari. Hamzat Chimayev va Sean Strickland jangi atrofidagi so'nggi stare-down bo'ldi va bu yerda raqiblar bir-biriga so'nggi gaplarni aytishdi. Undan oldin esa vazn me'yori bajarildi. Har ikkala jangchi ham tarozda 83.9 kg ko'rsatishdi. UFC 328 oldidan Hamzat Chimayev va Sean Strickland o'rtasidagi keskinlik yanada kuchaydi. Vazn o'lchash marosimida ham ikkisi juda sovuq qarashlar bilan yuzma-yuz turdi. Matbuot anjumanida esa vaziyat yanada qizib ketdi. Sean Strickland Hamzatning dini va siyosat bilan bog'liq gaplarni tilga olib, keskin fikrlar bildirdi. Maqsad esa aniq: jangni sotish va Borzni sokinlikdan chiqarish, psixologik bosim qilish. U buni uddaladi. Chimayevning ichidagi yirtqichni uyg'otdi va bu uning zarariga ishlagan deb ko'rindi. Jangning eng katta savoli: Sean Hamzatning wrestling bosimiga dosh bera oladimi? Chunki Hamzat ilk raundlardayoq takedown qilib jangni tugatishga harakat qiladi. Aniq, ammo bir narsani unutmang. Sean hali biror marotaba submission orqali taslim bo'lmadi. U jangni tiq holatda olib borib, uzoq davom ettirishni istaydi, chunki striking taraflama u juda xavfli. Bir narsa aniq, bu UFC 328 dagi eng shaxsiy va eng portlovchi janglardan biriga aylanmoqda. Hozir esa eng so'nggi gaplarni tinglaymiz. Marhamat. Official weight 185 for the challenger. And his opponent, the reigning, defending, undisputed middleweight champion of the world, Hamzat Chimaev. Official weight 185 for the champion. Demak, men hozir Sean Strickland da'vogar bilan birgaman. Sean, birinchi navbatda sen bilan har doim qiziqroq bo'ladi. Sen buni juda yaxshi uddalaysan. Lekin endi barcha gap so'zlar ortda qoldi. Va ertaga sen kamarni qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'lasan. Men faqat bir-ikki gap aytaman, yigitlar. Bu la'nati qo'rqoq meni tuxumimga tepishga urindi, xuddi bir ahmoqdek. Sen la'nati ahmoqsan. Bu la'nati hatto vazn ham qila olmadi. La'nati firibgar. Yo'qol bu yerdan, iflos. Xonimlar va janoblar, Sean Strickland. Demak, men hozir chempion Hamzat Chimayev bilan birgaman. Hamzat, sening oldingi janglaringda ham trash talk bo'lgan, lekin bunaqasi emasdi. Nega sen bilan Sean Strickland o'rtasidagi mojaro bunchalik keskinlashib ketdi? Menga bu to'nkaning tinmay gapirayotgani yo'qdi. Ertaga hammasini ko'rasiz. Xo'sh, biz buni intiqlik bilan kutyapmiz. Chempion xonimlar va janoblar. Do'stlar, ushbu turnirni jonli efirda ko'rish uchun bizning yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Ertaga tongda soat 8 dan boshlab jonli efirni boshlaymiz. Chimayev va Sean Strickland jangi esa 9 va 11 oralig'ida to'g'ri keladi. Bu qarama-qarshilikni o'tkazib yubormang. Telegram kanalimiz uchun havola esa video kommentariyasida qoldiring. Barchangizni kutamiz. Davom etamiz.